Chet elda. خدني بحضنك بخفى مطيب غفى O'zimizda. Yo, mani batirga kech qolganimning sababi men tushib qoldim. Mashinamga klient kelgani sababli men senga aloqaga chiqa olmadim. Batir 9dan 9:30 10ga surilib ketdi. Shu sababdan men seni kech qolib bo'lsa ham men seni yurtishga mana keldim. Yo. Bolam, yaqiniyasini beshit. Yo'q. 40 ta bolani bitta ota boqqan. Bitta otani 40 ta bola boqolmagan. Yo'q. Men seni to'g'ri tushunaman. Sen pul kavobi bo'lgansan oxirgi paytda. Yo'q. Bugun seni yer bilan yakson qilib, yana qizimga tobi qilaman. Yo'q. Mashinaga klient bo'lib kelgan bolalar ancha mujbalagan. Orqasida ozgincha kraskasi bor deb nadel qildi. Va o'zi jalab men aytdimki ularga, o'zi mashinani narxi 10500 jumo, yana nima xohlayoding dedim. Ular esa qaradi menga. Ular olmoqchi bo'lgan tekinga. Cho'chonosi, to'g'rimi? Yo'q. 10500 chiroyli narx. Agar 10500 ga sota olganimda bu batirga kirmasdim va uni bo'latga $100 ehson qilardim-da, qolganini ters uchastka etib borardim. Yo'q. Olsin, olmasa qotag'imni olsin. Borsa Serginiga Toshkentga, amiga kirib, ag'darilgan mashina olsin. Yo'q. Qo'tta olsin jalab, mashinliklar jalab, bijaraslar. Hozir birovga ustiga $2000 qo'yib sotishadi. Yo'q. Itin naxoy deb to'g'ri qilsam bolam. Yo'q. Bilaman sen ichingda o'ylayapsan. Men ham edim sendek, sen ham bo'larsan mendek deb. Ya'ni bu narsa ichingda o'tayotdi. Hozir seni soching bor. Lekin vaqt o'tgandan keyin ham sen kal bo'ladi deb o'ylaysan. Lekin xotoni yeysan. Zamonaviy zamonda yashayapmiz. Meni o'lgunimcha sochim bo'ladi. Yo'q, kal jalu. Yo'q. Sen o'zi aslida menga torsang, sen abjadini kal bo'lishingga majbursan. Yo'q. Bo'lmasa odamlar ustingdan keladi. Kimga o'xshasan deb.